Hürmetlik vatandaşlar, bugünkü sizlerge 2020 yıl 7. ayının 23. günü heptigi Perşembe. Endilikte sizler bilen birlikte muhakeme kılımız vatandaşlar. Bunun için kısa haberler ve analiz. Kısa haberler degende bundak. Devlet İşler Katibi Mike Pompeo mühim nutq sözleydi. Kompartiya cungusu ve dünyanın kelgisi, yoki komünizm cungusu ve dünyanın kelgisi. Mavzulu haber 7. ayının 22. günü büyük İran orbiti ilan kılındı haber. Bundak başlan. Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi Mike Pompeo Perşembe günü, yani 7. ayının 23. günü Amerika Şarkı vakti saat 4'ten 40 minut ötkende Kaliforniya Richard Nixon kütüphanesi da cungu doğrusuda nutq sözleydi. Emniyet cungu siyasi doğrusu nutq sözleydi deyseniz boladı vatandaş. Mavzusu bunda. Komünizm cungusu ve erkin dünyanın kelgisi. Mavzusu da nutq sözleydi. Prezident Trump hükümeti bir ay içinde cungu siyasi tematik fikirler boyunca 4 nefer yukarı derecelik emeldarını nutq sözleşke orunlaştırdı. Amerika cungu münasebetinin Amerika siyaset sahası da mühimliğini gevdlendirdi. 4 nefer hükümet emeldarını yakından biri nutq sözleşke orunlaştırdı. Amerika Koşmuş Ştatları hükümeti mesela cungu doğrusu da bu arkalık Amerika Koşmuş Ştatlarının siyaset sahası da növbetli cungu meselesinin kançılık mühimliğini teheme gevdilendirdi. Haberlerge qaragan Devlet İşler Katibi Mike Pompeo'nun nutqi komünizm cungusu ve Amerika erkin dünyaga keltirgen, yani komünistik partiye erkin dünyaga keltirgen, elip gelgen tehditler doğrusu da sözlünü de nutq ve nutq muşu iddia muşu fikirge merkezleşidir. Amerika Reis Xi Jinping'in iradesine uzul kisel tarmar kılmakçı boldu. Birden-bir hürmetke sazaverlik bütünley tügeşti. Vaziyetini körüp düşendinlarmı? Bu okurmenlerge, anlarmenlerge koyulup atkanızı yetoruk sorak. Dünyaga nazar. 23. günü 4 saat ilgiri YouTube. Dünyaga nazar bu torbiyetinin aptorunun ismi. Casuslarning baş shtabi Houston konsulxonasiga tuyuqsiz o't ketdi. Konsulxona taqib etildi. New Yorkda turishliq konsulxona endi kelar qitimliq nishon bo'lamdi. Houstonda konsulxona taqib etildi. Endilikda Jungoning New York shahar turishliq konsulxonasi kelar qitim taqib etilamdi. Retorik so'roq. Shinbin Payan. Bunun aptorunun ismi. Torbet yazgıcısının ismi Shinbin Payan. 23. günü YouTube. Bu haberinin ekranıga muşu torbeti ilan kılıngan muşu haberinin ekranıga mundaq yazıldı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Junho Mingo hükümeti bilen diplomatik münasebet ornatışı müracaat kılındı. Mavzu başka, ekrana baş bitigi qarsanız, nima deydi? Amerika Koşmuş Ştatlarının Junho Mingo hükümeti bilen diplomatik münasebet ornatışı müracaat kılındı. Yana bir kichik haber. Bu qatim Beijing korkunudan başları kayışkı başladı. 23. gün YouTube Cansınca. Yana bir haber. Beijing karşı turalaydıgan iradesini sep boyunca yo'qotdi. Bütün sep boyunca yo'qotdi. Amerika karşı turalaydıgan iradesini bütün sep boyunca yo'qotdi.
Amerikaga taslim bo'lish bu faqat vaqt masalasila bo'lib qoldi. Ayni chaqda hurmatli vatandoshlar, 1840-yillarda Angliya bilan Jungo o'tirisi yoki Manchun hukumati o'tirisida boshlangan Apyan urushi davrida Guangzhou o'lkasining gubernatori Yechin demdi shundaq bir ismli odam bo'lgan ekan. Bu yerga tunji qatim urush Guangzhouda boshlanganda bu Yechin degan Angliya bilan-chu ya urushiman demagan gap yoki sana taslim bo'laman demagan gap bezirib turib olgan gap. Tushundingizmi? Masalan, urushiman demasang, men sen urush ocholmayman. Angliya shunday hisoblaydi-ku buni. Agar urushmayman deb jim turib olsang, men buni qarab turolmayman. Bu shunday murakkab bir vaziyatni shakllantirgan. Hozir Johnson buni misolga elib o'ltirib nima deyapti? Jungo hukumati bugungi kunda ham ya urush qilaman deb Amerikaga urush e'lon qilolmaydi. Ya urushmayman deb jim turib oladi yoki bu orqali o'zining kim ekanligini ko'rsatmoqchi va yoki demelab olmoqchi va yoki boshqa plan o'ylamoqchi bo'layotdi dedi. Biroq bularning hammasi bekor ishlaydi Johnson gapi. Hozirgi zamon urushini 1840-yillardagi Angliya Manchun hukumati o'tirishga Apyan urush solishtirib bo'lmaydi. Siz bu yerda jim turib olsangizmi, cho'qim javob berishingiz kerak. Masalan, urushmoqchi bo'lsangizmi, cho'qim javob berishingiz kerak. Bu vaqt masalasi deydi. Hozir Johnsonning xulosasi taslim bo'ladi Jungo. Taslim bo'lgan Jungoning taslim bo'lishi bu faqat vaqt masalasi deyapti Johnsonga. Endi elib baqayli hozir tor battirda qo'yilayotgan mavzular dahshatlik. Nayta og'ir mavzular qo'yilayotdi. Shuning asosini urush bo'ldi deb faraz qilaylik. Nima zaruriyati bor Jungo hukumatda? Masalan, siz uchun aytganda nima zaruriyati bor? Mishada azroq bir qistirib qo'yish to'g'ri keladigan bir so'z ekanki, hozir Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati konsulxona Hindistondagi konsulxonani 21-kuni taqib etdi. Bugün 23 bo'lsa, alozal 3 kun bo'ldi. Bu 3 kun ichida Jungo hukumati yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining Guangzhoudagi konsulxonasida taqayman demedi, yo Chengdudagi konsulxonasida taqayman demedi, jim turdi. Bu yaxshi ish. Masalan, hozir Jungo hukumati sana javoban sen Hindistondagi bosh elchixonani taqib etganliging uchun men sening Jungodagi bosh konsulxonalaringni taqib etaman desa, men savol qo'yib boqayki, Jungo hukumati siz shundoq qilib, shundoq javob qaytarib hal qiladigan masala nima? Masalan, hozir Jungoda hokimiyat almoqsin deylik. Kompartiya ketib Gomindan kelsin, Gomindan ketib Sonminja kelsin deylik. Onu qo'yib turaylik. Jungo bilanki bo'lgan munosabatda Amerika bilanki bo'lgan munosabatda Jungo zada ayrilib mushu dunyoda yashay olamdi. Mustabid hokimiyat ketdi deylik, demokratik hokimiyat yetib kelsa, Amerika o'xshashli munosabat qilaverdi bu davlat bilan. Shunday bo'ldi, davlatlarning qoidasi shunday bo'ladi. Hozir siz endi 3 kun ichida javob qaytarmaganingizdan qaraganda o'ylashyapsiz Jungo hukumati bu yaxshi o'ylanish. Javob qaytarish bilan hal qiladigan masala hech qanday masala yo'q. Masalan, siz Chengduda yoki Guangzhouda konsulxona taqsangiz, javobingiz shu bo'lsa, hal qiladigan hech qanday masalangiz yo'q. Hozir Johnsonga nima dedi? Iroda, Amerika qorishtirish. Masalan, tishimni to'kib etsang, tishingni to'kib etaman. Ko'zimni o'yib etsang, ko'zimni o'yib etaman. Bunday gaplar hozir Beijing atrofida butunlay tugab ketdi deydi Johnsonga efendim. Bunday so'zlaydigan nochilar yo'q deydi. Andın ziyalilardan Jin Sherring masalan hukumatning ziyalisi deymiz bu odamni biz hukumatni qo'llab, hukumatni himoya qilib so'zlayotgan bo'lgandan shunday bo'ladi. Hozir shu kishi nima dedi? Amerika konsulxonasini, Hindiston konsulxonasini taqib etib, sovuq munosabatlar urushi e'lon qildi Jungoga deydi. E'lon qildi Jungoga deydi. Hozir Johnsonning ko'z qarashi bo'yicha aytganda taslim bo'lash hozir Jungoda ikki xil ko'z qarash deydi. Biri urushmaslik. Yana biri ikki xil guruh deydi. Urushmaslik.
Yani biri ya uruşmaslık ya teslim bulmaslık. Jim turu biliş. Mana ma yol Jungu degan bu milletning xarakteri mintaqasiga toza uyg'un keladi. Urushay desa, onanga kuch yo'q, jur'at yo'q. Urushmayman, jim turib olaman deb vaqtni o'tkazish. Vaqt o'zgarsa, makon o'zgaradi. Makondagi voqealar o'zgaradi. Vaqtning o'zgarishi, vaqtni uzartish orqali mushundaq o'zgarishni yoki makondagi o'zgarishni qo'lga keltirish deydigan. Bu jungocha diplomatiyani bir tarafiga hurmatli vatandosh. Mushundaq holatda ikki guruh shakllandi deydi Jansinji. Biri urushmaslik. Bo'ldi. Yani bunun ma'nosi teslim bo'lish deganlik bo'ladi-da. Yani biri ya urushmaslik ya teslim bo'lmaslik. Yak urushmayman, jahillik qilib turib olman. Bu yana biri. Biroq buning dunyo unamdikan diye. Dünya bu jungoga munosabatlik masalalarni bir taraf qilish kerak. O'zi axloqi bo'yicha bir taraf qiladi. Boshqa yo'llarni ikki davlat o'zi biladi. Qandaq munosabat, qandaq masalalar o'tirib qo'yilib kelyapti, buni ikki davlat o'zi biladi. Biroq dunyo bu masalalarni hal qilish kerak. Mesela nima deymiz? Kishilik huquq, Uyg'uristonda kishilik huquq masalasi mustamlika. Kishilik huquq masalan Shangangda kishilik huquq. Hozir Shangang xalqi 9-oydagi saylam, yana shunday vaqtda nima keldi degan qarang. Shangangda hozir kasal opti yamrashga boshladi. Aholilarni uydan chiqmaysan deb solab qo'yishga boshladi. Ma ishlarni ko'ring. Xinjiangda Urumchida mustamlik, Uyg'uristonda ham shunday. Hazır üyedin kesel çıktı, bir yerden kesel talağı çıkmazsa, matemaşanı gördünüz mü? Hazır Japonya ile Jungo münasebeti jirikleşti, deple eğitimiz ende. Bizge eğitip belgedek bir konkret ifadə bulması mı? Jirikleşti Japonya Jungo münasebeti. Hazır Tokyo'da hem şundak kesel aptı yağmurdu degen gep. Demek bir rayında bir sezgörlük bo'ladigan. Demek şu yerda yana Jungo Kompartiya virusi paydo bo'lib o'tamdi qandaq. Bunga aqlınız ayran qaladi vatandoshim. Endi so'zning o'ziga uzoq kelsak, bugun biz kechicha saqlasak, ata Alloh xolisa Devlet İştirakatı Mike Pompeo'nun doklati bilan uchrashimiz. Lekin bugun Jansinjining chiqargan xulosasi bir qaldi xulosasi oldu. Teslim buluş bu fakat vakit meselesi deydi. Bu doğru gap. Mesela uruş oldu deylik. Tevekkelçilik kıldı Jungo yoki bişemlik kıldı Jungo, uruş payda kıldı Jungo deylik. Ne mi zürüriyeti var Jungo efendim? Pul, dolar, iktisat, baylık, mal mülk nabut buludu. Sərb kılınıdı. Ahalida patparakçılık buludu. Fırala tartqılıqla tartıdı, uruş oldu, fırala tartqılıqla tartıdı. Tügüdü endi bunda zamanla. Çavşan uruşu, Vietnam uruşu deydiğen zamanlar tügüdü Jungoluk efendiler. Hazır Jansinjining sözüyle aytqanımız yaxşı tanlaş bu. Lekin turu veriş emez. Ya uruşmayman, ya teslim bolmayman dep turu veriş bu bizyanlık koludu deyme. Bu bizyanlık koludu. Şuna hazırki paytda hem hal qilish xalqaro tartib kelayotgan payti Jungo meselesini, hani bugünkü mavzu qarang. Mike Pompeo Devlet İştirakatı qandaq mavzu qo'yibdi. Jungo komünizmi ya komünizm Jungosi ve dünyanın erkinligi kelgusi. Katta gap vatandaş, bu katta gap. Bek katta gap bu mavzu aslında bir devlet tuturup yoki bir devlet İştirakatı ve ikkinchi bir devlet doğrusu bu şundaq mavzuda nutuq sözildi degan gap, vaqt qistab keldi degan gap. Talab kundan kunga o'rlashga başladı, qattiqlashishga başladı degan gap. Şundaqlı ikki devlet Jungo Amerika o'rtasida hech qanday tartishadigan berikel, nerikel. Sen undaq desang, men mundaqday yaxshi bo'lib qolayli. Yaq tugedi, bu ishda tugedi degan gap. Şuna bu paytni biz qanday payt deymiz, hurmatli vatandosh? Hal qilg'uch payt deymiz. Hal qilg'uch payt deymiz. Ana bu paytda jahonning kelgusi belgilanadi. Bundan keyingi vaziyatning xarakteri ham belgilanadi, hurmatli vatandosh.